Assalomu alaykum. Vodiylik dehqon bola kanali a'zolari. Bugun Xudo xolasa 22-mart hafta kuniga yakshanba. Sovuq urgandan keyin o'ldi, jumaga janozaga chiqaramiz degan kartoshkamiz. Xudo xolasa ancha tiklanib qoldi. Inshaalloh holati yaxshi, chiqish jarayoni yaxshi. Mana o'lgan barglari quridi. O'rniga yangilari paydo bo'ldi. Kilonkasini olishni boshladik. Xudo xolasa bu tarafni olib bo'ldik. Endi bu taraf qoldi. Inshaalloh ertagadan Xudo xolasa qolganini ham yig'ishtirsak bo'ldi. O'zi ishlov berish jarayoni boshlanadi. Inshaalloh keyingi navbat traktorda ishlov berishga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan vodiylik dehqon bola kanalimizni kuzatib boring. Xudo xolasa yaxshi natijalarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.